Hozir mana ishora bo'lyapti. Men hozir tantanali ravishda kuyovimiz hozir xalq orasida o'zining kasbi orqali hurmatga ega bo'lgan va ularning ana shu kasbni egallashlarida ustozlik qilgan hamkasb do'stlarini yonimga chorlashim kerak. Demak, Samarqanddan tashrif buyurgan do'stlar ham bor. Baxtiyor, ikkala Baxtiyor, Jonibek, Bobur, Faridun, Rauf, Parvez hamda kuyovimizni bevosita ustozi Abboslarni tantanali ravishda yonimizga chorlaymiz. Ularni hozir samimiy tilaklarga birgalikda hozir guvoh bo'lamiz. Marhamat, hurmatli kasbdoshlar, hurmatli xalqimizga ajoyib xizmat ko'rsatib kelayotgan do'stlar, kelinglar yonimizga. Xo'p bo'ladi, kelinglar. Kelinglar. Endi hozirda stilist deb yuritilayotgan bu kasb aslida sartaroshlik kasbi, lekin sartarosh deyishga biroz uyalamiz. Aslida uning ma'nosiga e'tibor qarating. Sartarosh bu tojikcha, farsiy tildan olingan bo'lib, sar ya'ni bosh, boshniga sayqal berish, unga go'zallik ulashish degan ma'nolarni bildiradi. Demak, mana bu yerda turgan yigitlar, mana bu yerda turgan ajoyib kasb egalari xalqqa ajoyib eng halol kasblardan biri, yuqorida aytganimizdek, zamonaviy stilist, eski sartaroshlik, demak xizmatini bizga yetkazib berayotgan insonlar. Demak, kimdan boshlaymiz? Chiroyli so'zni. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Sanjarjonni nikoh to'ylari ekan. Sanjarjon, katta rahmat. Hurmat qilib chaqirganingizga katta rahmat hammaga. Juda ham biza xursand, juda yaxshi kutib olib bizani mehmon qildingizlar. Katta rahmat. Sanjarjon, sizga aytamiz, tilaymiz sizga uzoq umr, mana kelin bilan qo'shapir bo'lib, oilaviy, xudo xohlasa baxt, tinchlik, bilasiz, uncha biza gapga yo'q. Shunga uzoq umr, hamma vaqt oilaga bosh-qosh bo'lib, o'zingiz yaxshi niyatlar bilan Xudoyim Taolo ilohim mana sizga farzand bersin. O'g'il to'yga marhamat qilib yana kelamiz. Katta rahmat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli Navoiy. Mana bugun Sanjar akamizni to'ylariga tashrif buyurdik. Hurmat uchun, e'tibor uchun kattadan katta rahmat. Shayx hazratlarini bir gaplari bor ekanda. Bu dunyoda na o'limdan, na zulmdan, na bir shaytondan, na bir insondan qo'rqdim degan ekanlar. Bu dunyoda kelib 3 narsadan qo'rqdim degan ekanlar. Birinchisi yaratgandan qo'rqdim. Ikkinchisi esa ota-onamni yo'qotishdan qo'rqdim. Uchinchisi esa do'stlarimni yo'qotishdan qo'rqdim degan ekanlar. Ilohim, mana shu davrada o'tirgan do'stlaringiz, sizni hurmat qilib kelgan Samarqand shahridan mana bir guruh sartarosh deymizda endi. Sartaroshlar tashrif buyurdik. Sanjarjon bilan ko'p bo'lmagan bo'lsa ham tanishganimizga yodda qolarli, nima deydi? Vaziyatlar ko'p bo'lgan. Sanjarjon, esingdami chang gittik biz ko'chalar? Bosdik migalka, gohi tonirovka. Egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi Sanjar. Navoiyning bir donasi. Eshitdik, Navoiyda chiqibdi nomi, har yerda ta'rif etar yoshi qari. Eshitdik, poytaxtda sani tanirlar, bu papaning guli balasi. Bizda bor panyatka istedodlar. Kim ekanu memati pilotlar, shaytanatni ko'rgan bizni insonlar, Sanjar bugun Asadbeklar rolida. Hammalaringizga rahmat. Akajon, rahmat. Hammalaringizni tabriklaymiz. Katta rahmat. Guldiroz qarsaklar bag'ishlab qo'yamiz. Xush kelibsizlar yana bir bor.
Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsizlar. Sizlarni ham to'ylarda, yaxshi kuninglarda Sanjar borib xizmat qilsin, ishtirok etsin, oqibat hech qachon yo'qolmasin. Minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Xo'sh, Abbos, keling. Siz bevosita ustozlarisiz. Sizni yonimizda olib qolamiz. Abbos bevosita ustozlari, lekin hali tabrik yo'llamadilar. Adashmasam Sanjarbekka shu kasbni o'rgatgan ustozlari sizsiz. Marhamat, bo'lmasam hammadan ko'proq gapirishga siz haqli ekansiz ustoz sifatida. Xo'sh, Sanjarbek diqqat qilamiz, ularning ustozlari Abbosbek demak so'zlaydilar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Sanjarjon to'ying munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Tabriklaymiz, baxtli bo'ling. Shu kasb egasi bo'lganimizga sazovor inson mana ustozimiz Dilshod aka. Shu kishining bolalariga shukr. Shu kishi bizga kasb o'rgatmasalar, biza xalq xizmatiga bo'lmasdik. Tabriklaymiz yana bir bor. Ustozimiz nomidan ham bir shirin suhbatlarni eshitamiz. Sanjarjon, kelinlar tabriklayman. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Nasib etsa shu yil beshik to'ylaringizga o'tiraylik. Har doim shunday ziyoda yaxshi ana usta bo'lib yeting. Kelmayapti-ku. Kelyaptimi? Qarsaklar bilan qarshi olaylik. Kuyovimiz qadam ranjida qilyaptilar. Ustozim Abbos aka so'zlaganda men albatta taxtdan tushaman deya qo'llarida kamida nimadir ko'tarib kelyaptilar. Bu kimning oldiga qo'yildi endi? Mana oldimga qo'yildimi? Abbos oldiga qo'yildimi? Tog'asini yaxshi ko'radi bu tog'asiga bu. Tog'asiga? Demak, hurmatli Abbos, bilasizmi, ustoz bu eng avvalo bekorga ustoz deyilmaydi. Demak, hayotda o'z o'rnlarini egallashlarida munosib hissa qo'shgansizki, ular ana shu darajada sizdan minnatdor bo'lyaptilar. Bu albatta siz qilgan mehnatlarni mingdan biri va kamtarona minnatdorchilik sifatida qabul qilasiz. Guldiroz qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz, hurmatli do'stlar. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, Sanjarbek, siz yonimizda ekanligingizdan foydalanamiz. Mana uydagilar so'rashyapti. Germaniyadan hatto sizni do'stlaringiz kelgan ekanlar. Germaniyaliklarni ham hozir yonimizga chorlashimiz so'ralyapti. Keyin birga raqsga tushar ekanmiz. Men ming bor uzr so'rayman, sabrsizlik bilan maza qilib raqsga tushish istagidagi mehmonlardan, lekin to'y egalarini xohishlarini bajarish biz uchun qonun. Ular shuni xohlashyapti. Germaniyalik mehmonlarni so'zlarini birgalikda eshitamiz. Hurmatli chet eldan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, bular ham hamkasbmi? Sanjar, bular ham hamkasbmi? Yaqin inson, ha? Haqiqatan juda ham yaqin Germaniya. Kelinglar. Germaniyaliklarni eshitamiz hozir. Uzoq yillik mijozlardan. Bularni ham boshida sizning qo'lingiz bor. Qoyil. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zinglar kelishib olasizlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Yeah, Sandra. Last month I had my marriage. Today is your marriage. So I wish you the best for the rest of your life. And thank you for your invitation that we could come to your marriage. Also from my side, thank you very much for the invitation. Good luck to the rest of your life. We wish you all the best. And thank you very much that I have met you. I got the best haircut in my life. And you will be always in our heart. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim baxtli bo'lgin, dunyo turguncha turgin. Bu so'zlarning ma'nosi shundan iborat. Men Sanjar ukam uchun 10 yillik ukam, bitta qo'limdan kelsa bitta she'r aytib tabriklamoqchiman. Yo'qsa qarsacha olasizlar, yo'qmasa o'zingizlar bilasizlar. San'atkorlardan bir iltimos qilib ko'rardim, Husn akam yo'qmi? Bitta nayni kuyini qilib berish ilojisi bormi? Ne sababdan bo'zlab yig'laysan mashshoq. Boshingga kulfat tushdimi yoki yolg'izlik,
yoki yolg'izlik dardida bo'ldingmi hamroh? Yo do'stlar mehridan bo'lib mosivo bo'ldingmi? Bo'ldingmi? Elingdan, yurtingdan judo. Bas naychalma dilimni tirnamaslo. Faryod anga emas mengadir ravo. Men telba oshiqman, g'arib bedavo. Men sarson tolisiz gado. Bas qil mashshoq sozdan chiqqan soz. Menga ona Samarqandni eslatdi noxas. Bolaligim o'tgan, uyni sog'indim. G'am-g'ussarim onam omon bormikan? Mehribon munis singlim sog'mikan? Daydog'ang seni ko'rmoqqa mushtoq. Ona gunohim kech yuzimni qil oq. Poyingga bosh urib qilay tavallo. Duo qilg'il o'g'lingdan ranjimaslar. Rahmat, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. To'ylar muborak bo'lsin. Katta rahmat Sanjarbek, mana ko'rinib turibdi, jurnalistlarning klientlaringiz borligi. Xo'sh, labbay. Ha, Sanjarbekka ruxsat beramiz, do'stlar kutib qolishdi. Boring Sanjarbek. Biz hammaga ruxsat beramiz. Katta rahmat. Bularni raqsga chorlaysizmi aka? Bo'ldi. Raqsga chorlaymiz. Hurmatli san'atkorlar, marhamat qilib hozir so'z yo'llagan, tabrik yo'llagan kasbdoshlar, ustozlar barchalarini raqsga chorlar ekanmiz. Kechada yana bir bor fayzli qo'shiqlar siz uchun jarang sochadi. Bunyodbek Hasanov kuylaydi. Sayyod guruhi. Marhamat.
minnatdorchilik bildiramiz barcha san'atkorlarga, raqsga tushganlarga katta rahmat. Xo'sh, aksariyat mehmonlarimiz ketishga ulgurishganini hisobga olsak, serialga qiziqqanlar hali ham bor. Uylariga imkon qadar yetib borib seriallarni o'tkazmaslikka harakat qilishyapti. Lekin to'yimizda asl mehmonlar, asl yaqinlar qolishyapti. Katta rahmat. To'yni hali qiziq qismi, eng yaxshi qismi hali oldinda. Ketib qolmaysizlar. Chiroyli tilaklarni birgalikda tinglaymiz, guvohi bo'lamiz. Azizlar, kelinglar, hozir kelinimiz Dildoraxon bilan hozirda birgalikda Navoiy yuridik kollejida tahsil olib kelayotgan 3-guruh talabalaridan Otabek Islamovni yonimizga chorlaylik. Hozir mana shu kursdoshlari tilaklarini tinglab, undan keyin Sanjarbekni yana bir bor hozir faoliyat yuritayotgan dargohlardagi kasbdoshlarini yonimizga chorlashni maqsad qilyapmiz. Marhamat, kursdoshlar. Otabek Islomov yuqorida aytilganidek Navoiy yuridik kollejida 3-guruh talabalari, kelinimizni kursdoshlari o'zlarining tilaklari va sovg'alari bilan kelishgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli, mushtaham saroyga jam bo'lgan aziz insonlar, barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Xudo xohlasa bugun birovlari kelinlik, birovlari kuyovlik o'shangasi mana shunday bosh egib turgan yoshlar yurtimizning, O'zbekistonning kelajagiga yaraydigan, koriga malham bo'ladigan yoshlar bo'lishsin. Xudo xohlasa mana shu yoshlardan tug'ilajak farzandlar musaffo O'zbekistonning osmonini mana shunday saqlashga qo'llaridan kelgancha harakat qilishadi degan umiddaman. Sanjarbek, Dildoraxon, avvalambor bir-birlaringizga bergan ahdlaringiz muborak bo'lsin. Yaqinlaringiz davrasida miriqib nishonlayotganingiz, baxtingiz muborak bo'lsin. Oila sarhadlari sari qo'yib borayotgan har bir qadamingiz qutlug' kelishidan biz ham birdek umidvormiz. Nurli manzil, muqaddas dargoh sari qo'ygan har bir qadamingizga hasanotlar bo'lsin. Bugun nainki o'zim, balki kursdoshlarimiz, ota-onalarimiz nomidan sizlarni chin qalbimizdan mana shunday kun bilan, mana shunday ayyom bilan tabriklaymiz. Mana shu sovg'alarimizni kam bo'lsa-da ko'p o'rnida qabul qilasizlar albatta aziz yoshlar. Ushbu sovg'alarimiz sizlarga kelajak hayotlaringizda yaraydi degan umiddamiz albatta. Bu oqshomga yer va osmon, butun borliq intizor. Sabab erur toza iymon, barcha ko'ngil beozor. Sof tilaklari, pok niyatlari birla jamdir bugun. Davrada do'stu yor. Sanjarbek, Dildoraxon bugun kela olmagan bo'lsa-da mana shu 3-guruh talabalari 32 ta talabaning nomidan o'zim chin qalbimdan tabriklayman barchasilarga. O'zining eng yaxshi tilaklarini ilinib yuborishdi. Biz sizlarga faqat yaxshi kun, yaxshi omad va albatta eng yaxshi muhabbatni istab qolamiz. Xudo xohlasa sizlarga Xudo o'g'il bersin, qiz bersin deb qarsakbozlik qilmaymiz. O'g'ilmi, qizmi, 4 muchchasi sog', solih, soliha farzandlar bersin. To'ylaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Baxtli bo'ling ilohim yoshlar. Rahmat. Katta rahmat. Original tilaklar jarang sochdi kursdoshlar tomonidan. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Xo'sh, Sanjar hozirda faoliyat yuritib kelayotgan, nafaqat hozirda, juda ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Ochiloyim go'zallik saloni xodimlari. Xo'sh, ushbu salon xodimlari nomidan Oybek hamda Hilola deb ismlar kiritilgan. Hurmatli ismlari e'lon qilingan kasbdoshlar, marhamat qilib yonimizga kelinglar. Kuyovimizning kasbdoshlari hozirda faoliyat yuritayotgan Ochiloyim go'zallik saloni xodimlari hozir o'zlarining go'zal tilaklarini yo'llashadi. Kelinglar. Hilolaxon va Oybek degan ismlar kiritilgan. Kelinglar. Ularni hozir birgalikda go'zal tilaklariga quloq tutamiz. Anondan so'ng Oyzoda aya qayerdalar? Chaqiringlar, yonimizga kelsinlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Tabriklayman Sanjar. Har doim sog' bo'l, salomat bo'l, baxtli bo'l har doim.
Mana shu kollektivimiz nomidan seni hammamiz tabriklaymiz. Kelin bilan baxtli bo'l, sog' bo'l har doim. Ana shunday xursand bo'lib yuringlar. Sog' bo'linglar, tabriklaymiz. Shu beshik to'ylarga ham kelaylik nasib etsa. Oybek? Ne, Oybek gapirmayman. Sanjar, mana yaxshi bir dastur atrofiga o'tiramiz, yaxshi bir to'yga nasib etsa mana baxt to'yinga o'tiramiz. Kollektivimizda yaxshi bir xodimisan. Nasib etsa bundan keyingi ishlaringga ham omad. Qo'ylaring dard ko'rmasin, sog' bo'l, klientlaring ko'payaversin. Bundan keyingi yaxshi kunlaringga hammamiz bundan ham ko'payishib kelib, yaxshi kunlaringga xizmat qilaveraylik. Sog' bo'lgin. Mana shu tabriklaymiz hammamiz. Laymiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rais bo'l, sizga ham rahmat. Hamma ochiloyimda ishlaydimi shu yerda? Shuncha kattami ochiloyim? Yo'q, qo'yil, katta rahmat. Klientdan ham ko'psizlar. Minnatdorchilik bildiramiz. Oyzoda opa, meni yonimga keling. Kayfiyat qalay? Ha, bu yarim ekan hali. Qolganlar smenada ishda. Yaxshi, rahmat sizlarga. Oyzoda opa, charchamayapsizmi? To'g'risi, haqiqatdan men sizga kuyov onasida murojaat qilishga hali ham ikkilanyapman. To'y boshidan beri ikkilanyapman. To'g'risi, bular qizingiz adashmasammi? Irodaxon yonlariga keling. Qizingiz bilan egizak opa-singillarga o'xshab yuribsiz. Ba'zida adashtirib qo'yaman. Kim yana bittangiz? Kim yangiz? Muhayyo. Muhayyo yangalari qani? Kelinlari Muhayyo. Kelinlari. Ketib qoldilarmi? Dilshod kuyovingiz qayerdalar? Dilshod. Dilshod kuyovingizni chaqiraylik. Dilshodjon, keling kuyovlari. Keling. Yo'g'i, Sanjar. Sanjar, sizni oila bag'riga chaqirishyapti, keling. Kelinimizni dugonalaridan bir nafari kelinimizni yonlarida qolasiz. Biz kuyovimizni arendaga olib turamiz bir necha daqiqaga. Sanjar, keling. Uydagilar, oila a'zolari sizni chaqirishyapti bag'irlariga. Bir daqiqaga kelasiz. Marhamat. Keling Sanjarbek. Ha, taniyman. Sardorbek meni chap tarafimda. Kuyovimizning akasi. Yashang. Sanjar, men shuncha yildan beri to'yda soqolli kuyov birinchi marta ko'rishim. Yo'q, birinchi hazillashamiz. Har doim birinchi bo'ling ukam. Xo'sh. Hozir men bekorga bularni chorlamadim yonimga. Hammalari to'y boshidan beri qayta menga aytishyaptiki, biz nimaga erishgan bo'lsak, qaysi mavqega erishgan bo'lsak, qaysi obro'ga erishgan bo'lsak, faqatgina mana shu onamizni ketidan, ularning mehnati ketidan erishganmiz deya qayta menga murojaat qilishdi. Shuning uchun onalarni yonlariga chorlab, har birlari alohida tabriklamoqchi ekanliklarini menga to'g'risi bir necha bor bildirishdi. Shuning uchun oiladagi birinchi farzand adashmasam Iroda. Birinchi farzand ham shunaqa bildirmay o'tiradi bu. Xo'sh, Sardordan birinchi boshlaymiz. Sardor hozir ham kelini nomidan, ham o'zingizning nomingizdan tabriklashingiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib Oyzodaxon ayamizni ona degan baxtga sazovor qilgan farzand Sardorni eshitamiz. Marhamat, Sardor. Onajon, sizni tabriklayman. Ukajon, seni ham tabriklayman. Kelin bilan qo'sha qari egizaklardan Qozog'iston Fatima Zuhra bo'lsin. Yana bir tabriklayman. Baxti ber. Qoyil. Kechamizda eng chiroyli tilagi egizak farzand so'rayaptilar. Keyingi farzand yo, o'zi onani tabriklamoqchi edik, nimaga Sanjarni tabrikladik? Mana adashib ketdim to'g'risi. Xo'sh, Irodaxon, endigi farzand siz, lekin siz albatta to'ydan keyingi oilani tinchligini o'ylab xo'jayinni birinchi ko'rsatyapsiz. Yaxshi. Kuyovga birinchi oilani boshlig'i sifatida Dilshodbek kuyovlari. Marhamat. Rahmat. Sanjarjon ukam, bugun shunday baxtli kunlaringdan biri ekansan. Chin qalbimdan tabriklayman. To'ylarimiz boshiga, onajonni boshlariga har doim sog' bo'l,
Rahmat. Katta rahmat, katta rahmat. Lekin onamizni ham tabriklaymiz demoqchi edilar. Hozir Irodaxon to'ldirdilar o'sha joyini. Assalom, hammani bizani hurmat qilib kelgan, uzoq yaqindan hurmatimiz joyiga qo'yib kelgan aziz mehmonlar, rahmat sizlarga bizani hurmatimiz joyiga qo'yib, chiroyli davra qilib berganlaringiz uchun. Nima deyishni ham bilmayman. Ham onam, ham otam bizani onajonimiz. Ilohim boshimizga sog' bo'lsinlar, etaklari to'yla farzand bo'lsin. Ham erkak, ham ayol bo'lib katta qilgan onajonimga ta'zim qilaman. Hammalaringizga rahmat. Onajonimni payg'ambar yoshlariga, 80 yoshlariga ham xuddi shunday davralarni to'ldirib o'tirish hammamizga nasib qilsin. Kim o'g'lini uylantirmoqchi bo'lsa, qizini uylantirmoqchi bo'lsa, nasib qilsin hammamiz shunaqa davralarga o'tirishdi. Ko'rib yuraylik. Onajonim, sizga katta rahmat. Hech qanaqa kami ko'zsiz bizani katta qilib shunaqa lavozimlarga yetkazganingiz uchun ming rahmat. Hammamizning nomimizdan rahmat. Katta rahmat. Mana tilakni originali, haqiqatan chiroyli tilak. Qiz bola baribir boshqacha. Qiz bolaning mehri boshqacha. Endi Sanjar, mana sizga yetib keldik uka. Endi bilmayman qanaqa tabrik chiqadi. Oxirida hurmat bilan o'zim deb o'zingiz ham tabriklab qo'yasiz. Endi xonadonning eng kenja farzandi bugungi kechamizni sababchisini birgalikda tilaklarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Hurmat qilib kelgan mehmon, mezbon hammaga. Nima deymiz? Onajonimga katta rahmat aytaman. Shu yoshgacha boqib katta qilganlari uchun, shu martabagacha yetkazganlari uchun. Shuna bir chiroyli bir tuylarni manacha o'tkazib berganlari uchun. Boshimizga doim sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq umr ko'rsinlar. Tabriklayman. Xo'sh, hozir men bitta kichkina surprizni e'lon qilmoqchiman. Sanjar hali yig'lashga vaqtli. Kamol, qani Kamol? Bu hozir tog'asini o'g'li Sanjarni. Bu bitta sirni ochaman deb kelgan ekan bugun. Maxsus sovg'a, eksklyuziv sovg'a, hammani diqqatini qaratamiz. Kelin, ushbu sovg'adan oldin ogohlantirib qo'yay. Bu sovg'adan keyin Sanjardan xafa bo'lib ketib qolish bo'lmasin lekin. Ogohlantiraman, bu maxsus sovg'a. Hammaning e'tiborini to'yxona markazida joylashgan ekranga qaratmoqchiman, chunki bu maxsus sovg'a ko'p yillik ajoyib sovg'a. To'yxona xodimlaridan chiroqlarni o'chirishlarini iltimos qilib so'rardik. Hammaning e'tiborini ekranga qaratamiz. 2005-yil.
Bu yerda biroz texnik nosozlik tufayli hozir kadrlar qotib qolishini ko'ryapmiz, lekin biz to'y davomida o'sha notebookni almashtirib yana qaytadan ushbu jarayonni tiklashga harakat qilamiz, lekin men izoh berib o'tmoqchiman. Yashil maykada turgan bu Sanjar edilar, Gulduros qarsaklar, yonlaridagi Kamol, bular 2005-yilda guvohi bo'layotganingizdek duet jamoa bo'lib to'ylarda yurishgan. Qarsaklar. Haqiqatan bular eskitdan qarang, o'sha dinozavrlar davridan beri san'atkor bo'lishgan ekan. Rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Xo'sh, Oyzoda aka qayerga ketdingiz? Siz uchun hozir tarona hozirlanyapti. Bunyod Hasanov ona haqidagi qo'shiqqa sizni, qizingizni va o'g'illarni, kuyovni birgalikda raqsga chorlash uchun eng zo'r qo'shiqlarni hozirlab turibdilar. Bunyod Hasanov, marhamat. Yuqorida so'ralganidek, ona uchun, onani madh etuvchi eng shu qo'shiqni kuylab berasiz. Baxtli oila a'zolari raqsga tushda davom etishadi. Chester Films video studiyasi xizmatingizda. To'ylar muborak bo'lsin.